Hurmatli ayollar, bugun men sizlarga oshxonangizda qanaqa sirlarni ochib berish haqida aytib bermoqchiman. Bu sir uning o'ziga bo'lgan ishonchini va hurmatini bittada ko'rsatib beradi. Agar uning oshxonasida 10 tasi 10 xil bo'lgan, cheti uchgan, rangi o'chgan idish-tovoqlar bo'lsa, bilingki, u nafaqat oila a'zolarini, balki o'zini ham hurmat qilmaydigan, hattoki ba'zida o'zidan ham pulini qizg'anadigan ayoldir. Ha, afsuski bizda hozir shunaqa ayollar ko'p va men ham ilgari xuddi shunaqa bo'lganman. Lekin hozirgi kunda ustozlarim o'rgatayotgan ilmlari bu narsalarni tezda tushunib yetishimga yordam beryapti. Hurmatli, o'zini hurmat qilmaydigan ayollar, barcha yaxshi buyumlaringizni, yangi idish-tovoqlaringizni mehmonlar uchun asrashni bas qiling. Avvalo o'zimizni xursand qilishni o'rganamiz. Zero ayollar xursand bo'lsa, atrofdagilariga ham baxt ulashadi. Bu sirni barcha ayollar bilishi kerak. Videoni eng yaqin dugonangizga jo'natib qo'ying. Agarda kim sizga bu videoni jo'natgan bo'lsa, menga obuna bo'lishni unutmang. Men sizga oilangizda barchasini balansda ushlashni o'rgataman.